Uyingda ota-enang o'tiribdi. Telefon qilib hol-ahvol so'rab qolmaysan, oylar o'tib ketadi, ehtimol yillar o'tib ketadi. Sen nima qilaman deb yuribsan u yerda? Silay rahim, qarindoshlikda holidan xabar olishlik. Hech bo'lmasa telefonda telefon qilib opangizni, xolangizni, ammangizni, tog'ingizni bir so'rab so'rab qo'ying. Mana rizqni ziyoda bo'lishiga sabab bo'lgan ish. As-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar. Bola chaqani boqish kerak, ibodat. Lekin ota-onalarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Shularning duosi, shularni sizlarga qilgan xayr duolari sizlarga barakot bo'ladi. 10 yildan beri yuribdi, bitta chek qila olmadi. 15 yildan beri ishlatib, bitta tom yopa olmadi. Qarasang hech narsa qilgani yo'q.